Xabaringiz bor, Ramazon oyida prezident qarori bilan bolalarni bepul davolash uchun qariyb 1 milliard so'm dori-darmon va 600 million so'm mablag' ajratilgan edi. Hurmatli prezidentimiz farmoni bilan tashkil etilgan Bolalar milliy tibbiyot markazi va Kulgu inom etamiz xalqaro xayriya tashkiloti bilan hamkorlikda shu yilning aprel oyida Nukus shahridagi Orolbo'yi klinikasida yordamga muhtoj ijtimoiy ro'yxatdan o'tgan oilalarning tug'ma nuqsoni bor farzandlariga bepul jarrohlik amaliyotlari bajarilishi yo'lga qo'yildi. Bu xayriya aksiyasi uchun esa prezident topshirig'i bilan kerakli materiallarni yetkazib berish uchun 400 million so'mga yaqin mablag' ajratilgan. Ayni damda biz plastik xirurgiya yo'nalishi bo'yicha dunyoni undan ortiq mamlakatlar, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari, Italiya, Turkiya mamlakati, Rossiya davlati, Yaponiya davlatlaridan malakali mutaxassislardan iborat Daring ulubga, ya'ni tabassum hadya etamiz jamoasi bilan birgalikda plastik xirurgiya yo'nalishi bo'yicha, demak, hamkorlikda jarrohlik amaliyotlarini amalga oshiryapmiz. Demak, tibbiy ko'riklar natijasida saralab olingan bemorlarning 67 nafari ushbu klinikaga yotqizildi. Birinchi kunning o'zida, ya'ni 7-aprel kunida 25 ta saralab olingan bemorlarda jarrohlik amaliyotlari muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Taxiatosh tumanida kelgan bu oilaning 3 farzandi ham tug'ma nuqsonligi sababli qiynalib kelgan. Bugungi kungacha bu oila operatsiya qilish uchun moliyaviy ahvoli to'g'ri kelmagan. Oila dastlab katta farzandimni bepul operatsiya qilsam degan niyat bilan kelgan edi. Ammo davlat uning 3 nafar farzandiga ham yordam berdi. Kelib, vrachlar bilan söylashdik, 3 ta balamizni ham ko'rsatdik. Hammasini qildirasizlarmi deb so'radi. Ha dedim. Bo'ldi, ertaga qilib beramiz deb dedi. Shu кезде men o'zim shokka tushib qoldim. Endi 3 ta bolani birdan operatsiya qiluv, bu dahshatda. Endi ketma-ket birinchi mana buni olib ketdi, keyin uni, keyin buni. Bittasi chiqsa, ikkinchisi chiqsa, uchinchisi. Bu juda ham shok holatiga tushib qoldim. Qo'llarim, oyoqlarim qaltirab, bu juda ham dahshat bo'lar ekan, lekin Allohga shukr, yaxshi bo'ldi. Prezidentimizga minnatdorchilik bildiraman. Asosan davolanayotgan bemorlarimiz ijtimoiy himoyaga muhtoj, kam ta'minlangan, ijtimoiy himoya yagona reyestrga ro'yxatda turgan bemorlar kontingentlarini qamrab olyapmiz. Yurtboshimiz tashabbusi bilan barpo etilgan Bolalar milliy tibbiyot markazi tomonidan deyarli 1 milliardga yaqin dori-darmon kardioxirurgik bolajonlarimiz, hurmatli prezidentimizning qarorlari bilan chiqarilgan o'sha Ramazon oyidagi bolalarni davolashga qaratilgan chora-tadbirlar rejasini belgilash qarori asosida 600 millionga yaqin hamda bu aksiyaga 400 millionga yaqin sarflov materiallari yetkazib berildi. Kuni kecha Chimboy tumanida bemor yotqizilgandi. Bemorimizda quloq suprasini anomaliyasi, ya'ni quloq suprasi mavjud emasligi, quloq yo'llarining atreziyasi, ya'ni oddiy tilda tushuntiradigan bo'lsak, bir quloqning bir tomoni mavjud bo'lmagan bemor yotqizildi. Birinchi marta O'zbekiston Respublikasida birinchi marta sun'iy quloq suprasini yaratish jarrohlik amaliyoti muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Xatarından kim bo'lmasin degan ko'pchilikka barsa bilinadi-ku bo'ldi. Xatarından kim bo'lmasin deb oldindan shu yerda 2024 da testini ochtirdik-da. Endi sifrasini soldiryapmiz. Bolalar baribir aytmaydi emas, aytadi-ku. Shunday sharoitlar yaratib bergan prezidentimizga rahmat. Qancha summa atrofida o'zingiz qo'yasiz? 100 million debdi. 100 U
Ushbu aksiya doirasida xorijdan kelgan tajribali shifokorlar nafaqat jarrohlik amaliyotlari bilan cheklanmay, klinikadagi yosh mutaxassislarga ham o'z tajribalari bilan bo'lishmoqda. Первый же день мы проконсультировали 300 детей. Честно сказать, мы не ожидали, что будет столько детей, нуждающихся. Очень много детей было с рожденной аномалией лица и шеи. Также очень много детей с ожогами и с другой патологией. Вообще планировали прооперировать 60 детей, но мы решили командой захватить больше детей, помочь им и решили прооперировать около 75 детей в эту поездку. Хочу, пользуясь этой возможностью, сказать огромное спасибо, конечно, и президенту Узбекистана, который создал очень хорошие условия, новые больницы, очень хорошие оснащения операционные. И также хочу сказать огромное спасибо Министерству здравоохранения Узбекистана. И я надеюсь, что мы обязательно вернемся и будем продолжать помогать нашим детям. Buraya gelme nedenimiz aslında bir organizasyonla geliyoruz. Give Smile Derneği, bu dernek ihtiyacı olan bölgelerdeki çocukların ameliyatlarını yapıyor. Bu ameliyatların çoğu dudak ve damak yarığı veya daha önce ameliyat olmuş ama başarısız olmuş dudak damak yarıklarını tekrar ameliyat edeceğiz. Hastane gayet güzel. İmkanları son derece yeterli. Yani imkan ve hastane bence çok güzel. Bence ameliyat yapmak için çok uygun. Biz zaten kendi arkadaşlarımız arasında da konuştuk. Belki gelecek sene yine geleceğiz. Daha fazla doktorla daha fazla ameliyat yapacağız. Ama hastane çok güzel, hiçbir problem yok. O'zbekistonning boshqa hududlaridan kelgan oilalarning farzandlariga ham shu yerda jarrohlik amaliyoti o'tkazilib, ularga barcha sharoitlar yaratilgan. Navoiy viloyatidan kelgan Erqul va Dilshodaning farzandi ham 5 yildan buyon plastik operatsiyaga muhtoj bo'lib kelgan. Aksiya doirasida bu oilaga yordam ko'rsatilib, hatto uning 7 oylik farzandi uchun ham davlat tomonidan klinikada barcha sharoitlar yaratilgan. Yo'q, lekin mana Xudoga shukr aytganidek davlatimiz tomonidan qilib berdi. Biza faqat shu xarajatlari bo'lsa kerak deb o'ylagandik, yo'q, lekin xarajat qilmadik. Xudoga shukr, meniki operatsiyaga kirganda hayajonim o'ta darajada. Rahmat hammaga, kattakon prezidentimizga avvalambor kattakon. To'g'risini aytsam, operatsiyaga kiradigandek holatimni so'z bilan ayta olmayman. Hozir qo'limda chaqalog'im bilan kelganman. U qo'limdagi chaqalog'im 7 oylik. Qo'llardan kelgancha rahmat, hammasiga yordam qilishdi. Baraka topishdi. Ikkalasiga ham sharoit qilib berishdi. Chunki u mendan oziqlanadi. Shuni evaziga mana katta hamshiralarim kelib ikkalasiga ham qarashdi. Yo'q, faqat buningiz emas, uningiz emas demadi. Ikkalasini ham qabul qilishdi. Shuningdek, Bolalar milliy tibbiyot markazi boshlig'i Umarov Baxtiyor, tegishli tashkilotlar vakillari va Qoraqalpog'iston Respublikasi Sog'liqni saqlash vaziri Qurbonov Murod ishtirokida loyihani amalga oshirishda yordam bergan chet ellik mutaxassislar taqdirlandi. Также за самоотверженный труд на международной арене по охране здоровья детей, значительный вклад в развитие детской медицины, а также за многолетнюю бескорыстную помощь, оказываемую детям Узбекистана. Прошу разрешения наградить следующих специалистов и наших партнеров.
Darhaqiqat birgina oilaning farzandi chet ellik emas, o'zimizning Toshkent shahrida operatsiya qildirish uchun ham kamida 120-150 million so'm atrofida pul aylanadi. Albatta, hamma ham bunday mablag'ga ega bo'lavermaydi. Prezident farmoni bilan Bolalar milliy meditsina markazi Orolbo'yi klinikasida o'tkazilayotgan amaliyotlar esa bir tomondan mamlakatimizda tibbiyot sohasi tobora rivojlanib borayotganini ko'rsatsa, ikkinchi tomondan xalqni rozi qilish yo'lida qilinayotgan ezgu ishlarning yorqin ifodasidir.